Bu sohaga kirib kelish, men bitta narsani tushunganman. Qaysi hozir Instagramda ekspertlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, ularning asosiysi o'sha sohasidagi muammoga o'zi duch kelgan bo'ladi. O'zi duch kelgan bo'lgan bilan keyin tushunib yetadi, men ham yordam bera olar ekanman. Odamlarga yordam bersam bo'lar ekan deb yordam bera olishini tushunganda mana shu sohaga nima qilib ko'radi. Endi bizda men o'zi shunaqa-ku, haligi bir xil nimalar, g'oyalar to'satdan kelgan ideyalar zo'r bo'lib ketadi deydi-ku. Ekspert bo'lish to'satdan kelib qolgan. Men misol bundan YouTube ham yuritganman 5 yil. U 10 mingmi 12 ming obunachi bo'lgan 5 yil ichida. Keyin men bir kichkina darsligim bo'ldi o'sha hayajon nimadan chiqishdi. Men qarayapman, ikkita konsultatsiya и bitta mana shu nimani tanishimga berib yuborgandim-ki, shuni nima qilib TikTokka qilib ko'raylikchi deb turib, keyin men o'sha hayajonlanayotgan odamni o'sha hayajonlanmayotgan odamni solishtirib ko'rsatib berganman-da. Shunday qilsamchi degan payt tasodifdan kelgan. Men shunday bo'lib ketgan keyin. Qo'rquv bizni hozirgi nimamizni oladigan bo'lsak, hayajonlanayotgan, ishonchi past odamlar juda ham ko'p. Buni mana ko'pchilik aytadi, haligi oilaga ta'siri bor. Oilaga ta'siri yo'q. Hozir hamma haligi nimalarni, ekspertlarni ayblashida nima qilib bular bekor gaplaydi. Lekin bizda holatimizda shunaqa. Agar farzandni uyida ko'p janjal bo'lgan bo'lsa, ota-onasi ko'p uni urushgan bo'lsa, tengqurlar atrofida ko'p nima bo'lgan bo'lsa, ustidan kulishgan bo'lsa, oxirgi shep bo'lgan bo'lsa, o'zimiz tilda aytayotgan bo'lsak, mana shunda hayajon juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun bizda mana ko'ring, urushadigan oilalar juda ham ko'p. O'shani hisobiga haligi hayajonlanadigan odamlar ko'payib kelgan. Menga kunda yozadi odamlar. Shu bo'yicha muammo bor, shu bo'yicha muammo bor, hayajon, xavotir. Shuning uchun bu mana shunga borib taqaladi.